Okay, let's go. Restoran servisida xato qilmaslik juda ham muhim. Lekin bundan da muhimrog'i bo'lib o'tgan xato kamchiliklarga qanday yechim berishlikdir. Har bir restoranda turli xil xato yoki kamchiliklar bo'lishligi mumkin va bunga ofitsiant quyidagicha yondashuv qilishligi mumkin. Birinchi navbatda o'sha muammo bo'lgan mehmonni tinglash zarur. Ya'ni muammoni to'liq tushunib olishlik kerak. Va keyingi o'rinda albatta uzr so'rash kerak. Xatoni oshxonaga yoki boshqa bir muammolar bilan aralashtirmasdan xatoni bo'lib o'tgan kamchiliklarni to'liq zimmasiga olishlik bu professional yondashish hisoblanadi. Va keyingi bosqichda yechim berish kerak. Ya'ni bo'lib o'tgan muammo qanday to'g'ri bartaraf qilinadi va mehmonga qay tarzda ana shu bo'lgan xatolikni ustini kamchiliklarini yopish to'g'risida albatta o'ylash kerak. Va mana shu bo'lib o'tgan kamchiliklar haqida ofitsiant albatta undan oldinda bo'lgan o'sha supervisor yoki menejerga murojaat qilish kerak. Va keyingi bosqichda albatta yechim berishdan keyin tekshirish kerak. Mehmon ana shu bo'lib o'tgan vaziyatdan keyingi qanaqadir bir qo'shimcha diskaunt bo'ladimi yoki qanaqadir kompliment bo'ladimi, mehmonni albatta ko'ngli to'lgan bo'lishligi kerak. Sohaga oid ma'lumotlarni berib borishda davom etaman. Kuzatishdan charchamang. Salomat bo'ling.